Surxondaryo. Quyosh zamini deya ta'riflanuvchi bu voha nafaqat o'zining qadimiy tarixi, balki islom sivilizatsiyasiga Imom Termiziy kabi muhaddislar, Hakim Termiziy kabi avliyo zotlarni taqdim etgani bilan mashhur. Bu zotlar yoqqan ilm mash'ali hanuz insoniyat yo'lini yoritmoqda, ilm maskanlarini oydinlatmoqda. Bugun biz sizga Termiz shahrida joylashgan ana shunday ilm ma'rifat markazlari haqida hikoya qilamiz. So'nggi yillarda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan Termiziy allomalar merosini o'rganish va targ'ib qilish yangi bosqichga ko'tarildi. 2017-yilda Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazining tashkil etilishi buning yorqin isbotidir. Markazning asosiy maqsadi Imom Termiziy va termizlik allomalarning bebaho merosini chuqur o'rganish, ularning asarlarini tarjima qilish va xalqimizga yetkazishdir. Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida ilmiy tadqiqot bo'limi, xalqaro aloqalar va ziyorat turizmini rivojlantirish bo'limi, nashriyot bo'limi hamda media bo'limlarida 15 ga yaqin ilmiy xodimlar faoliyat olib boradilar. Markaz binosi zamonaviy va milliy me'morchilik an'analari asosida barpo etilgan. Bu yerda boy kutubxona, qo'lyozmalar fondi va ilmiy xodimlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Qolaversa, markazning zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlangan media bo'limida ilm-ma'rifat marvaridlari, ma'rifiy suhbat va lavhalar tayyorlanib, xalqimiz e'tiboriga havola etiladi. Markazning eng asosiy boyligi uning noyob manbalar fondi va kutubxonasidir. Kutubxonada o'zbek, arab, turk, fors, rus, ingliz tillaridagi 2000 ga yaqin adabiyotlar mavjud. Manbalar fondida esa 100 dan ortiq noyob qo'lyozma va toshbosma asarlar saqlanadi. Bundan tashqari Misr, Turkiya, Saudiya Arabistoni kabi davlatlardan olib kelingan noyob qo'lyozmalarning elektron nusxalari ham fond xazinasidan o'rin olgan. Markaz tomonidan qisqa vaqt ichida 100 ga yaqin ilmiy va ommabop kitoblar nashr etildi. Jumladan Imom Termiziyning mashhur Sunan-i Termiziy va Shamoil-i Muhammadiyya asarlari bevosita asl arabcha matndan o'zbek tiliga tarjima qilindi. Bundan tashqari qariyb 400 nafar Termiziy allomalarning shaxsi aniqlanib, ularning ilmiy merosi bo'yicha ma'lumotlar jamlandi. Shuningdek, Hakim Termiziyning bugungacha yo'qolgan deb kelinayotgan Qur'on tafsiriga oid Bahrut Tafsir, ya'ni Tafsir Ummoni asarining qo'lyozma nusxalari aniqlanib, dunyo tadqiqotchilari e'tiboriga havola etish maqsadida ilk bor arab tilida chop etildi. Surxondaryoda amalga oshirilgan diniy ta'lim sohasidagi islohotlarning yana bir muhim bo'g'ini Imom Termiziy nomidagi o'rta maxsus islom ta'lim muassasasidir. 2019-yilda o'z faoliyatini boshlagan bu maskanda bugungi kunda yoshlar diniy va dunyoviy ilmlarni puxta egallamoqda. Har yili 20 ga yaqin o'quvchi imtihon asosida saralab olinadigan madrasada hozirgi kunda 75 nafar talaba tahsil olmoqda. Madrasa talabalari uchun shinam darsxonalar va yotoqxona muhayyo qilingan. Ta'limdagi uzviylikni ta'minlash maqsadida 2024-yilda Surxondaryoda Imom Termiziy nomidagi Islom instituti ham tashkil etildi. Bu yerda talabalar yuqori malakali ustozlardan Qur'on va hadis ilmlari, aqida, fiqh va chet tillarini o'rganmoqdalar. Bu dargoh kelajakda yurtimizdan yangi muhaddislar yetishib chiqishiga xizmat qiladi inshaalloh. Imom Termiziy nomidagi madrasa va institut uchun Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi yonginasida yangi binolar qad rostlamoqda. Hozirda qurilish jarayonlari jadal suratlar bilan davom etmoqda. Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va ta'lim muassasalari nafaqat Surxondaryo zamini, balki butun mamlakatimizning ma'rifat mayoqlaridan biriga aylandi. Bu yerda tez-tez xalqaro konferensiyalar, ilmiy seminarlar va kitob taqdimotlari o'tkazilib turadi. Markaz xodimlari dunyoning yetakchi islom universitetlari va tadqiqot markazlari bilan faol hamkorlik qilib kelmoqdalar. Bugun O'zbekistonimizda xuddi avvalda bo'lganidek ilm markazlari shakllanmoqda. Umid qilamizki, bu kabi ilm markazlaridan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturudiy kabi dunyoni o'z ortidan ergashtiradigan, butun insoniyatga ilm ma'rifat nurini taratadigan avlodlar yetishib chiqadi. Zero bir yetuk avlodni tarbiyalagan millat ana shunday avlodni yana qayta tarbiyalay oladi. Termiz shahri asrlar o'tsa-da nuri so'nmagan mayoq. Bugun biz faqatgina Imom Termiziy vorislarining ilm dargohlariga nazar tashladik xolos. Lekin bu ummonning tubi hali juda teran.
Agar siz ham bu ummondan bahramand bo'lishni istasangiz, tarix va kelajak tutashgan ushbu azim shaharga tashrif buyuring. Zero haqiqiy ma'rifat kitob sahifalaridan boshlanib, mana shunday ilm dargohlarida tajalli etadi.